هل غاب نجم أم بدت شمس الغروب. Hech xotiniga qarab kulmaydi. Faqat qovoq solib turish kerak. Xotini ham uni oldida renglama deydi. Faqat jiddiy turish kerak. Bolalariga ham kulma deydi. Hayot tabassum bilan go'zal. Ochiq chehralik bilan. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytganlar: "Ma hajabani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundu aslamtu va la ra'ani illa dhahik." Men islomga kirganimdan beri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldilaridan hijoblamaganlar. Meni qachon ko'rsalar albatta kulardilar deganlar. Qachon yo'liqsalar tabassum qilib yo'liqqanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganlarida ham sahobalarga qarab tabassum qilganlar. Hozir bir odamlar ozroq musibat kelib qolsa, xotini bilan urushib qolsa, yoki bir bolasi bilan, yoki bir ozroq ishi yurishmay qolsa, ko'rasiz birodarlarga qovoq ochilmay ketadi. Hammaga qovoq solgan. Ozroq kasal bo'lsa yoki bor deydi, men hozir mazam yo'q deb hammani so'kkan. Anas ibn Malik aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shaklarida yotganlarida musulmonlar bo'lib namozga saf tortdi. Rasululloh shunda bir oz o'zlariga kelganday bo'lganlarida, shunday Oysha onamizning hujralarining pardasini ochib musulmonlarga qaraganlar. Musulmonlar saf tortib turgandi. Shunda fatabassama yadhak. Shunday kulib tabassum qildilar degan. Abu Bakr orqaga o'tmoqchi bo'ldi va ya'ni Rasululloh chiqib o'tadilar deb. Biz namozimizda fitnalanib ketay dedik degan musulmonlar ya'ni. Ya'ni Rasulullohning shunday tabassum kulganlaridan Rasululloh tuzalib qoptilar, mana chiqar ekanlar deb o'ylab namozimizni buzib yuboray dedik degan sahobalar. Ammo Rasululloh tururinglar joyinglarda deganlarda pardani tushirganlar. Rasululloh ummatga oxirgi qaragan nazarlari mana shu bo'lgan. Shu bilan vafot etganlar. Yani ko'ryapsizmi demoqchiman. Ya'ni o'lim to'shagida yotsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib qo'yganlar ummatga qarab. Tabassum qilganlar. Yani ko'ryapsizmi demoqchiman. Ya'ni o'lim to'shagida yotsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib qo'yganlar ummatga qarab. Tabassum qilganlar. من بعد موتك يا بسم أبي ما الله الرحمن تتمعي الرحيم. كل الحياة فلم يعود فيها عذور. 5-nasiba. Odamlarga ochiq chehra bilan kulib yo'liqish. Bu aytdik qahqaha otish emas, tabassum ma'nosida. Mana qarang, Sulaymon alayhisalomni Alloh hatto bir chumoliga tabassum qilganligini zikr qilgan. Bo'lmasam payg'ambar, buyuk zot. Podshoh, parranda-yu darranda insuchin bo'ysungan. Lekin oyog'i tagida qolib ketadigan bir chumoliga qarab tabassum qilib o'tib ketgan. Tavozu kamtarlikni ko'ryapsizmi? Endi hozir odamlarga qarang. Bir qishloqda hokimi bo'lib qolsa, bo'ldi. U kishi endi jiddiy turish kerak ekan. Hech kimga kulmaydi. Hammaga qovoq solib turish kerak. O'zidan bir mafiya yasab oladi. Hammaga qovoq solib turadigan. Qo'rqinchli odam yasab oladi. Qayerda bor bunaqa gap? Tog'utlarning siyosati bu. Tog'ut tabiat odamlar mana shunaqa bo'ladi. Odamlarga qarab kulmaydi. Hamma undan zirqartirib o'tirish kerak. Ba'zilar uyida shunaqa tog'ut. Hech xotiniga qarab kulmaydi. Faqat qovoq solib turish kerak. Xotini ham uni oldida renglama deydi. Faqat jiddiy turish kerak. Bolalariga ham kulma deydi. Hayot tabassum bilan go'zal. Ochiq chehralik bilan. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytganlar: "Ma hajabani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundu aslamtu va la ra'ani illa dhahik." Men islomga kirganimdan beri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldilaridan hijoblamaganlar. Meni qachon ko'rsalar albatta kulardilar deganlar. Ya'ni bu yerda kulgandan maqsad ana shu tabassum. Qachon yo'liqsalar tabassum qilib yo'liqqanlar. Inson hatto dushmaniga kulish kerak. Mana Abu Dardo aytganlar: "Inna la nakshiru fi wujuhi aqwamin wa nadhak ilayhim wa inna qulubana la tal'anuhum." Biz bir qavmlarning yuziga qarab irshayamiz, ularga qarab kulib qo'yaveramiz va qalblarimiz lekin ularni la'natlaydi deganlar. Bugun ba'zi johillar bor, mana shunaqa narsalarda ko'rpasiga qarab oyoq uzatmaydi. Buni qarang, sahobalar islomni tamkini bor vaqtda aytayapti hattoki. Dushmanga qarab ham kulib qo'yaveramiz deyapti. Endi hozir islomda katta bir tamkin yo'q, musulmonlar zaif holatida. Shunda ham ba'zilarga qarasang, kofirlarga borib uni haligi o'ldirgidek qilib qarab unga nimaga bunday qilyapsan desa, men baroat qilyapman deydi. Keyin shu uchun qarasang o'zini ham va boshqalarni ham qancha tinchligini buzib, shu soatda mana menga yomon qarayapti deb borib kofirlar uni yozib bergan. Shu sababdan qamalib ketgan, deport bo'lib ketgan, sarson sargardon yuradi. Kim aytdi odamlarga shunaqa bo'zrayib qarab yurish kerak deb? Yana o'zing unaqangi bir zaif holatda bo'lsang. Yoki hozir ba'zilarini ko'rsatishyapti qarang. O'zi kufr yurtiga borgan qarang.
O'sha yerdan panoh topgan. O'sha yerda ishlayapti, rizq topyapti. Chiqib ketsang, ishim shu yerda deydi. Masalan, narsa tashuvchi ekan. Boryapti-da, odamlarning uyiga narsani otib ketyapti. Ey kofirlar, najaslar, ko'rgani ko'zim yo'q shularni, ko'rsam asabim buziladi deb. Shu darajada iymoning bor ekan, ko'rgani ko'zing yo'q ekan, ko'rsang asabing buzilar ekan. Nima qilib yuribsan u yerda o'zing? Kim aytdi shunaqa qilib kofirga muomala qilish kerak deb? Qulu lin-nasi husna, odamlarga yaxshi gap gapir degan Alloh. Mana sahobalar aytibdi, qarang, bir qalbimiz la'natlasa ham yuziga qarab irshayib qo'yaveramiz, kuydirilgan kalladek, ya'ni. Tabassum qilib qo'yaveramiz, kulib qo'yaveramiz dushmanga ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga munofiqlar kelsa ham tabassum qilib qo'yaverganlar. Osiylar kelsa ham hatto qarang, mana Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu aytganlar. Tabuk g'azotdan qolib ketganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga uzr so'rash uchun bordim, kechirim so'rash uchun. Rasululloh miyig'larda kulib qo'ydilar degan. To'g'ri, Allohning hududlari poymol bo'lsa Rasulullohning g'azablari chiqardi. Lekin bu tabiiy holat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatga tarbiyachi, lekin hozir siz o'zingizning holatingizga qarab ish qiling, ko'rpangizga qarab oyoq uzating. Bir odam bo'lardi, shu darajada ko'p ichganidan eshak etib nomlanardi. Ya'ni eshakdek do'malab qolib ichganidan-da olib kelinardi, daralanardi, qo'yib yuboriladi, yana ichardi. Umar radhiyallohu anhu aytganlar, "Va kana yudhiku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." Shu kishi Rasulullohni kuldirardi deganlar. Ya'ni shu odamni ko'rsalar Rasululloh kular ekanlar, qarang. Hozir siz o'ylaysizki, Rasululloh shuni ko'rsalar faqat g'azab qilishlari kerak deb o'ylaysiz-da. Ha nimaga desa, bu Allohning hududlarini poymol qilyapti, ichyapti chunki. Lekin bu odam aslida Allohni yaxshi ko'rgan, Rasulini yaxshi ko'rgan. Shuning uchun Umar uni la'natlaganda la'natlama, u Alloh Rasulini yaxshi ko'radi degan Rasululloh. Faqat nima qilsin, bechora endi o'rganib qolgan, tavba qiladi, yana ichib qo'yadi, tavba qiladi, yana ichib qo'yadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rq solmaganlar bu odamga, qarang. Osiy bo'lsa ham. Qachon ko'rsalar kulganlar shu odamni. Alkash bo'lsa ham, ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganlarida ham sahobalarga qarab tabassum qilganlar. Hozir bir odamlar ozroq musibat kelib qolsa, xotini bilan urushib qolsa, yoki bir bolasi bilan, yoki bir ozroq ishi yurishmay qolsa, ko'rasiz, birodarlarga qovoq ochilmay ketadi. Hammaga qovoq solgan. Ozroq kasal bo'lsa yoki bor deydi, men hozir mazam yo'q deb hammani so'kkan. Anas ibn Malik aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'lim to'shaklarida yotganlarida musulmonlar bo'lib namozga saf tortdi. Rasululloh shunda bir oz o'zlariga kelgandek bo'lganlarda, shunday Oysha onamizning hujralarining pardasini ochib musulmonlarga qaraganlar. Musulmonlar saf tortib turgandi. Shunda fatabassama yadhak. Shunday kulib tabassum qildilar degan. Abu Bakr orqaga o'tmoqchi bo'ldi va ya'ni Rasululloh chiqib o'ntadilar deb. Biz namozimizda fitnalanib ketay dedik degan musulmonlar ya'ni. Ya'ni Rasulullohning shunday tabassum kulganlaridan Rasululloh tuzalib qoptilar, mana chiqar ekanlar deb o'ylab, namozimizni buzib yuboray dedik degan sahobalar. Ammo Rasululloh tururinglar, joyinglarda deganlarda pardani tushirganlar. Rasululloh ummatga oxirgi qaragan nazarlari mana shu bo'lgan. Shu bilan vafot etganlar. Yani ko'ryapsizmi demoqchiman. Ya'ni o'lim to'shagida yotsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib qo'yganlar ummatga qarab. Tabassum qilganlar.